Najimjonga rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Bu kishi rus tili. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men O'zbekistondanman. Ismim Gulchehra. Men shu bu yil aprelda keldik. O'zi asli jiyanimni buyragini operatsiya qilishga keldik. Buyragini пересадка qilishga, buyrak ko'chirishga opam, jiyanim, men uchalamiz keldik. Yaxshi yurdik, tek ko'rindik. Nadim переводчик bilan uchrashib qoldik-da. Bu kishi yordam berdi bizga. Hamma больницаlarga olib bordi, lekin juda ko'p ko'rinib, ko'p analizlar topshirilib, jiyanim ahvoli juda yaxshi, buyrakni hozir ko'chirib, opam bilan jiyanim O'zbekistonga jo'nab ketdi, lekin men o'zim ahvolim yomon bo'lib qoldi. Buyragimda, umurtqamda grijam bor edi. Endi men bu grijam 10 yillik kasalimda meni 16-yildan beri faqat grijam muammosi bilan shu juda qiynalib yurardim. O'zbekistonda 2 marta meni operatsiya qildi. Nano Medical klinikasida, studentlar shaharchasida, Toshkentda. Zo'r bo'lib ketasan dedi, lekin men aldandim. U yerda ham 30 million birinchi operatsiyamga oldi, 23 million ikkinchi operatsiyamga oldi. U yerda ham arzon pul bilan operatsiya qilgan yo'q, lekin lazer bilan qilishdi. Men o'zi 20 kunda ham men yaxshi yurib ketolmadim. Yana og'riq bo'laverdi. Oxiri o'zimni majbur bo'ldim Hindistonga, o'zimni ham xo'jayinimni shu sahar operatsiyasidan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketaverdi. Keyin oxir bu kishiga iltimos qildik. Keyin menga ham yaxshiroq doktor topib bering deb shu Artemis degan больницасida yaxshi doktor bor ekan, shu grijalarni davolaydigan. Oxiri umurtqamga implant qo'ydi. Implantda endi qaytalamaysiz, nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketasiz deb garantiya berdi, 100% garantiya deb. Mana men operatsiyadan chiqqanimdan keyin og'riqlarim ham to'xtadi. Hozir kun bo'yi yuribman. Yurolmaychi edim, yaxshi ozgina yursam o'tiraychi edim, yig'laychi edim, ishga chiqolmay qoluvdim. O'zi umurtqasi og'riganlar uni juda yaxshi biladi. Mana shunday o'tirishim men uchun azob edi. Shuning uchun hozir do'konlarga ham aylanib yuribman, Xudoga behisob shukr. Ertalab chiqib ketamiz, kechqurunda tushunadi, lekin bizlar bilan ruschada gaplashadi. Молодец, Xudoga shukr, bolalar huzurini ko'rsin. Rahmat, тебе большое спасибо. Rahmat. Rahmat. Bolalar huzurini ko'rsin.